Assalomu alaykum. Chempionlar Ligasida hatto Kylian Mbappeni ham ortda qoldirgan futbolchi kimligini bilasizmi? Ha, bu safar gap gol yoki assist haqida emas, tezlik haqida. Siz Husanov News kanaldasiz. Nufuzli CIES Futbol Observatoriy tahliliy markazi joriy mavsum Chempionlar Ligasi o'yinlarida qayd etilgan eng yuqori tezliklar reytingini e'lon qildi. Quvonarlisi, Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov ushbu ro'yxatda birinchi o'rinni egalladi. Hamyurtimiz maydonda 35,8 km/soat tezlik qayd etib, turnir umumiy bosqichining eng tezkor futbolchisi deb topildi. Eng e'tiborlisi, Husanov bu ko'rsatkich bilan jahon futbolining eng tezkor hujumchilaridan biri hisoblangan Kylian Mbappeni ham ortda qoldirdi. CIES talqiniga ko'ra, Chempionlar Ligasining eng tezkor 10 nafar futbolchisi quyidagicha: Abduqodir Husanov 35,8 km/soat, Kylian Mbappe 35,67 km/soat, Louis Openda 35,16 km/soat, Mickey van de Ven 35,11 km/soat, Ugo Ekitike 34,91 km/soat, Erling Haaland 34,87 km/soat, Christian Kofane 34,84 km/soat, Archie Gray 34,82 km/soat, Eder Militao 34,61 km/soat, Felix Nmecha 34,55 km/soat. Bu natija Abduqodir Husanov uchun juda katta e'tirof. Chunki Chempionlar Ligasi darajasida bunday tezlik ko'rsatkichini qayd etish har qanday futbolchi uchun ulkan yutuq hisoblanadi. Shuning bilan xabar yakuniga yetadi. Husanov News bilan qoling. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.